Please remain standing if you are available for the national anthem of Uzbekistan. Ondan Rojan muhofazasının bu birden devam ve şizo olmanın Uzbekistan. Hozir ona diyorimiz madhiyasini uchrashuvni kuzatishga kirishgan o'zbekistonlik futbol ishqibozlari o'yinchilarimiz bilan birgalikda kuylashdi va terma jamoamiz bu uchrashuvga tayyor. O'yinchilarning ko'zida ishtiyoq yuqori darajada sezilib turibdi. Mening diqqatimni tortgani bu Paragvay terma jamoasining bir qator futbolchilari ko'zda yosh bilan maydonga chiqib kelishdi. Hayajon juda yuqori darajada. Aytib o'tganimizdek, Paragvay murakkab yo'ldan keldi. Ikkita bahsni penaltilar seriyasida hal qilib, mana shu mundialga yo'l oldi o'z mintaqasida va futbolchilar og'ir mehnat orqali yetib kelingan joyda baribir hayajonni sezishyapti. Bizning futbolchilar esa qanday qilib bu jahon chempionatiga chiqqanligini juda ham yaxshi bilamiz. Final kechakdagi yodimizda butun dunyoni o'ziga qaratgan o'yin 9 kishi bo'lib g'alaba qozonganimizni menimcha juda yaxshi eslaysiz. Albatta, Saudiya Arabistonida o'tkazilgan musobaqada juda ham ajoyib lahzalarni futbol ishqibozlari butun turlar davomida terma jamoamiz kurashdi va jahon chempionatiga chempion sifatida keldik. Paragvay tarkibi bizga namoyish etilyapti. Jamoa 4-5-1 taktik sxemada o'ynaydi. Terma jamoa o'z mintaqasida 5-chi bo'lib, ya'ni 5-chi o'rin bilan jahon chempionati yo'llanmasiga ega bo'ldi va mana shu musobaqada dastlabki turlarda bu ikkita vakillari o'zlarini ko'rsatyapti. Hatto o'sha ilk turda markaziy o'yin deb baholangan Argentina Belgiya uchrashuvida argentinaliklarning 3-2 g'alabasini kuzatdik. Va ana shu Argentina terma jamoasini ular 5-o'rin uchun bahsda mag'lub etgan. Xullas, raqib juda kuchli deyishimiz mumkin. Endi bu yoshda yana bir jihatni Muhammadyor hisobga olishimiz kerak. Futbolchilarda, jamoalarda baribir barqarorlik mutadid bo'lmaydi. Ya'ni o'zgaruvchan o'yinlar guvohi bo'lishimiz mumkin. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi tarkibi bizga hozir 3-5-2 taktik sxema taqdim etilyapti. Bu aldamchi ham bo'lishi mumkin. O'zi jamoamiz 4 ta himoyachi bilan o'ynaydi. Uchrashuv davomida futbolchilarimizni joylashuvini albatta ko'rib baholab olishimiz mumkin. Xuddi shunday bu taktik sxemadan boshqacharoq uslubda o'ynashimiz ehtimoli yuqori baribir. Bugun aynan FIFA saytlarida bu uchrashuvga nisbatan guruhning markaziy bahsi deb ta'rif berildi. Ya'ni guruhda birinchi o'rin uchun kurashadigan ikki jamoa raqobat sifatida qaralyapti. Biz ham qo'shilamiz mana shu fikrga. Bejizga emas, jamoalar qayd etayotgan natijalarni aytib o'tdik. Va ikki murabbiy ham aynan raqiblar haqida iliq fikrlarni bildirib o'tgan. Raqib jamoa bosh murabbiyi O'zbekistonni guruhdagi asosiy favorit sifatida e'tirof etdi. Mariano Oglesic va Paragvay bu turnirga juda ham jiddiy qarayapti. 10 kun avval ular qo'shni mamlakat Birlashgan Arab Amirliklariga kelib, iqlimga moslashishga ulgurdi, nazorat uchrashuvlarini o'tkazdi va bizning terma jamoa ham juda ko'plab kuchli jamoalarga qarshi nazorat bahslarida aynan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rdi. Endi bu o'yinlarning, bu mehnatlarning mevasini ko'rish vaqti yetib kelmoqda. Demak, do'stlar, norvegiyalik bosh hakam Rohit Saggi ekranlaringizda hisoblarni to'g'rilab olyapti. Uchrashuv vaqti yetib keldi. O'yinga start berildi. Bahsni Paragvay boshladi.